Rossiyadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga yangi AnjirPay ilovasi o'z faoliyatini boshladi. AnjirPay orqali siz Rossiyadan turib O'zbekistondagi Uzcard, Humo va Visa kartalariga pul o'tkazishingiz, shuningdek, naqd pul shaklida ham yuborishingiz mumkin. AnjirPay ilovasini Play Marketdan yuklab oling va 400 rubl bonusga ega bo'ling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Rossiya Xavfsizlik Kengashining ogohlantirishiga ko'ra, Qo'shma Shtatlar va Isroil tinchlik muzokaralaridan Eronga qarshi quruqlik orqali harbiy operatsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun foydalanishi mumkin. Qayd etilishicha, Pentagon mintaqada Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari guruhini kuchaytirishda davom etmoqda. Hozirda u yerda 50 mingdan ortiq amerikalik harbiylar joylashgan. 2,5 ming dengiz piyodasiga ega desant guruhi Boxer kemasi boshchiligida, shuningdek George Bush atom samolyot tashuvchi kemasi boshchiligidagi zarbdor guruhi mojaro hududiga yo'l olmoqda. Avvalroq Saudiya qirollik oilasiga yaqin manba 12 kanalga bergan intervyusida Amerika Qo'shma Shtatlarini Eronga qarshi quruqlikdan bosqini va u yerdagi rejimni ag'darishdan boshqa yechim yo'qligini aytgan. Uni fikricha, bu amalga oshirilmasa, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga quruqlik orqali bostirib kirmasa, tahdid yanada kuchayib boraveradi. Eshitmaganlar uchun eslatma: Erondagi urush Amerika banklari uchun rekord darajada foyda keltirdi. Xom ashyo, valyuta va qarz bozorlaridagi yuqori o'zgaruvchanlik treyderlar uchun oltin davrga aylandi. Wall Street'dagi 4 ta yirik bank bir chorakda jami 33 milliard dollardan ortiq sof foyda olgan. Jumladan JP Morgan bankining tushumi 50,5 milliard dollar bo'lib, sof foyda 16,5 milliard dollarni, Citigroup bankining tushumi 24,6 milliard bo'lib, sof foyda 5,8 milliard dollarni, Wells Fargo bankining tushumi 21,4 milliard dollar bo'lib, sof foyda 5,3 milliard dollarni, Goldman Sachs bankining tushumi esa 17,23 milliard dollarga yetib, sof foyda 5,63 milliard dollarni tashkil qilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, Donald Trump Fox News muxbiri Maria Bartiromoga bergan intervyusida men Erondagi vaziyatni yakunlanishiga juda yaqin deb baholayman, ammo biz hali operatsiyani tugatganimiz yo'q degan. Endi arablarni Trumpga qo'ygan talabi haqida to'liq axborot beramiz, diqqat bilan eshiting. Wall Street Journal agentligining ma'lumotiga ko'ra, Saudiya Arabistoni Amerika Qo'shma Shtatlariga bosim o'tkazib, Hormuz bo'g'ozidagi blokadani to'xtatish va Eron bilan muzokaralarga qaytishni talab qilmoqda. Donald Trump tomonidan e'lon qilingan blokada dushanba kuni Greenwich vaqti bilan 14:00 da kuchga kirgan. Bu qaror Islomobodda Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida o'tgan, ammo dam olish kunlari muvaffaqiyatsiz tugagan muzokaralardan keyin qabul qilingan. Ar-Riyod Amerika Qo'shma Shtatlarining bu qadami Hormuzdan tashqarida ham Eron tomonidan javob choralariga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Xususan, Bab-el-Mandab bo'g'ozi hududida vaziyat o'zgarishi Qizil dengizdagi Saudiya neft eksporti uchun muhim yo'lakni tahdid ostida qoldiradi. Nashrning ta'kidlashicha, Fors ko'rfazi davlatlari urush Eronni Hormuz bo'g'ozi ustidan nazoratni qo'lga kiritishi bilan yakunlanishini istamaydi, chunki bu ularning iqtisodiy tomiri hisoblanadi. Shu bilan birga Washington va Tehronning keskin bayonotlariga qaramay, tomonlar vositachilar orqali muloqotni davom ettirmoqda va qulay sharoitda muzokaralarni qayta boshlashga tayyor. Hozirda Saudiya Arabistoni va boshqa ko'rfaz davlatlari diplomatik harakatlarni jadallashtirib, jahon neft ta'minoti yo'llaridagi uzilishlarni oldini olish va mintaqada yanada kuchli eskalatsiyani bartaraf etishga intilayotgani qayd etilmoqda. Endi Qo'shma Shtatlar Moliya vazirligini Xitoy va boshqa Eronni hamkorlariga yo'llagan tahdidlariga to'xtalamiz. Fox Business agentligining ma'lumotiga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi, Ummon qirolligi, Birlashgan Arab Amirligi va Xitoy banklariga Eron bilan hamkorlikni davom ettirgani uchun sanksiyalar bilan tahdid qilmoqda. Nashr axborotiga ko'ra, bu moliyaviy tashkilotlarga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar joriy etish oldidan birinchi bosqich bosim hisoblanadi. Agar ular, ya'ni Birlashgan Arab Amirligi, Ummon qirolligi va Xitoyning banklari bu tahdidga munosabat bildirmasa,
bo'lmasa, u holda ularni bari Amerika Qo'shma Shtatlari moliyaviy tizimidan to'liq izolyatsiya qilinishi mumkin. Ha, aytgancha Washington so'nggi kunlarda deyarli barcha yirik ittifoqchilari bilan aloqalarni uzish uchun harakat qilmoqda. Bunga oddiy misol sifatida Trumpni o'ziga qarashli ijtimoiy tarmoqda qoldirgan postini aytish mumkin. Donald Trumpni yozishicha, NATO Qo'shma Shtatlarni kerak paytda qo'llab-quvvatlamadi va kelajakda ham qo'llab-quvvatlamaydi. Eslatib o'tamiz, sal oldinroq Reuters agentligi alyans davlatlarini Hormuz bo'g'ozini blokada qilishda Amerika Qo'shma Shtatlariga yordam berishdan bosh tortishi Trumpni Amerika Qo'shma Shtatlarini NATOdan olib chiqishi bilan yakun topadi deya xabar bergan edi. Donald Trumpni bu postidan tushunish mumkinki, Washington birinchi qadamni tashladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.